Assalomu alaykum. Instagram, YouTube, TikTok barcha tarmoqdagilar. Tinchmisizlar? Hammamizlar yuribsizlarmi? Charchashlaringmi? Eid Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bu katta video qilishimdan sabab ChatGPT yana boshqa tarmoqlarda nima deydi? Endi qanaqa bo'lsa ham endi mana u hayvonlarni gapirtirib anaqa qilib chiqyapsizlar-ku. Inshaalloh shunaqa qilib chiqyapsizlar-ku. Endi necha achchig'ing ham keladi, keyin u texnika zamoni deb ham o'ylaysan. Necha achchig'ing ham keladi, lekin achchig'ing ham keladi. Men anaqa nima demoqchiman, tarmoqlarni ustidan anaqa qilishmas, achchig'im kelish emas. Prosmotr yig'aman deb masalan qo'y endi Alloh tarafdan yaratilgan mavjudotda, bunday aytganda mavjudot Allohim o'zi so'yishlikka, anaqa qilishlikka buyurilgan. Osmondan tushirilganda endi men ilmim unchalik yo'q, to'liq ma'lumot berishni men bilmayman. Endi eshitishim bo'yicha Ismoil alayhissalom orqali tushirilgan, lekin u meni akam topib beringlar, akam tirikmi deb gapirtirib anaqa qilganinglarga jicha achchig'im kelib, endi harakat qilib shunga shunga aytaman-da, jigarlar. Bunaqa bir yo'li omi bo'lmaydi, omi. Bitta prosmotrga anaqa bo'lib qolmaylik. Endi Alloh tomonidan buyurilganda ularga ham endi qo'yga ham, molga ham, hayvonlarga buyurilganda inshaalloh buyurilgan. Endi ilmim yo'q, lekin jicha shuning uchun achchig'im kelib ketdi. Birodarlar, mo'min musulmon xalqi, to'g'rimi, noto'g'rimi fikrlaringlarni kommentariyalarda bildirib o'tiringlar. To'g'ri aytyapmanmi, noto'g'rimi? Lekin kommentariyalarda fikringlarni kutib qolaman.